Piskostroyni tepishga olib boramiz deb qo'ying. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Retro Cars loyihamiz. Mashinani umumiy ravishda sochib bo'lganimizdan keyin motor qismiga keldik. Sizlar bilan hozir birgalikda obrisovkani yechib, motorni umumiy holda sochib chiqamiz. Ketdik. Do'stlar, to'g'risi motor otsigini ko'rib shunaqangi qiyin deb o'ylayapman, lekin bilasizlar, bizda faqat professionallar jamoasi yig'ilgan. Ko'rib turibman, bu yerda mana o'tlar ham bor, hamma narsa turibdi. 10 yil turgandan keyin bilasizlar, mashina juda ham yomon ahvolga kelib qoladi. Lekin bitta narsaga ahamiyat qilsak bo'ladi, 2,5 litrli motor turgan ekan. Hozir bilasizlar, hamma ot kuchiga qarab, 1000 ta ot kuchi bor, bir balolar, ana o'shanga qarab mashinaning kuchliligini opredit qilamiz. Usta akalarimizga omad. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, qanaqa qiyinchiliklari bor va qaysi kamchiliklari bor. Birgalikda aniqlaymiz. Do'stlar, bitta narsaga ahamiyat qolma. Usta akalar yomon ham tezlashyapti. Motor to'g'risini aytaman, ko'pchilik bilmaydi. Men o'zim motoristga shogird tushganman. Men bilaman qanaqa qiyin ishligini, to'g'risi. Men aslida motor yuvganman, to'g'risi. Bunaqa yechib ham bunaqa narsalar bo'lmagan, lekin akalar shunaqangi tez ishlab berishyapti. Ishi qolib-qolmadi, to'g'risi. Birgalikda kuzataylik, nima bo'lar ekanlarchi. Yana bitta narsaga ahamiyat qolman. Usta jamoasi shunaqangi bir-birini tushunib ishlashyapti. Kimdir tepada motor eshitib tursa, pastda korobka передач yetishyapti. Juda ham bir-biriga согласен. Bu yerda aniq belgilangan nimadan keyin nima yetish kerak. O'shaning uchun umumiy jamoa ham, ustalar ham hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham ishlab motorni yechiladi. Lekin juda ham og'ir. Kuzatamiz. Do'stlar, mana motorimizni hozir yechib oldik. To'g'risi ko'rib turibsizlar, ahvoli juda ham yomon bo'lib ketgan. Juda ham mana bu yerda bilmayman qanaqa kislotalari bor. Juda ham qurib ketgan. 10 yil turgandan keyin mashina motor ishlamagan. Tushunishinglar uchun juda ham yomon ahvolda ekan. Endi hozir buni yuvib, tozalab, hammasini ko'rib chiqamiz. Bitta-bitta detalni ko'rsatamiz. Qaysi joyini almashtirish kerak, qaysi joyini tozalab qo'ysa bo'ladi. Motor qildirganingizda ham bilasizlar, qaysidir joyini o'zimizni qo'l bilan ruchnoy to'g'irlanadi yoki-da yengillanadi. Sizlar bilan kuzatamiz. Do'stlar, kunlar sovuq bo'lishiga qaramasdan usta akalarimiz ishlab ochdi. Bularga alohida rahmat. Endi sizlar bilan motor yechib bo'lganimizdan keyin piskostroyni apparatga olib boramiz va sepib chiqib, polni detallarini, kuzovini nolgacha tushirib ko'rib chiqamiz. Qaysi joyda detallarda kraska sepish kerak, to'g'irlash kerak va hokazo.
Hammalarga rahmat kuzatib borayotganingizga. Birinchi videomizni ko'rdinglar, hammalar zo'r qabul qilibsizlar. Alohida hammalarga rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Albatta, aynan sizlar uchun kontent qilamiz. Hammalar yozyapsizlar, like bosyapsizlar. Bu biz uchun juda ham qadrli va eng katta e'lonimiz YouTube'imizga albatta podpisatsiya qilinglar. 10 mingtaga yetib qolamiz. U yoqda Instagramda kichkina video bo'lsa, o'ta kattaroq polniy obzorni videolar qo'yib boramiz. Sizlar bilan Retro Cars.uz boshlovchilar aka Javoh kuzatib boringlar, birgalikda kuzatamiz.